Meni kuzatayotgan obunachilarni ikkitasiga 50 ming so'mdan yo nomerga panet qilib beraman yoki plastikaga tashab beraman. Sizlarga va'da qilingan jigarni Yevropa usulida tekshirtiradigan fibroskan apparatiga keldim. Ushbu ma'lumotni fibroskan mutaxassisi Shomahmud Shomansurov javob beradi. Doktor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bu UZI apparatidan fibroskan nima farqi bor? Xo'p, UZI apparati, ya'ni ultratovush tekshiruvi, jigarni asosan tashqi tomondan ko'rib, tasvir holati chiqarib beradigan bo'lsa, fibroskan apparati esa zamonaviy Yevropa standartiga asoslangan holatda jigar ichki to'qimalarni, fibroz darajalarini, zichligi, qattiqligini kilopaskalda o'lchab beradi. Bu tekshiruvda albatta ochiq qoringa o'tkaziladi hamda biopsiyasi zararsiz tekshiruv usuli hisoblanadi. Bu tekshiruvga qanday holatdagi bemorlar, qaysi bemorlar kelishi kerak? Xo'p, asosan bizga murojaat qilib keladigan bemorlarimiz surunkali gepatit bilan og'ruvchi bemorlar, ya'ni virusli gepatitning B, C, D turlari bilan og'ruvchilar, yog'li gepatozi bor bemorlar, bundan tashqari alkogolli gepatit, autoimmun gepatitlar bor yoki dorilardan turli xil zararlanish holatlari bo'lganda yoki genetik kasalligi bor bemorlar bo'lsa, bizga shikoyat qilib murojaat qilishadi. Demak, bunda profilaktika maqsadida ham tushib, o'zini holatini bilsa bo'lar ekan. Albatta. Nojo'ya ta'sirlari yo'q-a? Albatta. Mana men vrach psixiatrman, buni obunachilar ham siz ham bilasiz. Mana ba'zi bir bemorlar depressiyaman deb keladi, aslida jigar kasal bo'ladi. Rostdan ham jigar kasalligi borlar ruhiyatiga o'zgarish bo'ladimi? Albatta, juda katta o'zgarish bo'ladi. Sababi bizga asosan jigar sirrozi yoki fibrozning og'ir bosqichlarida kelayotgan bemorlarda ko'p kuzatiladigan holat uyqu buzilishlari, depressiya holatlari, asab, stress, tezda jahl chiqib ketish holatlari, shunaqa holatlar bilan tushkunlikka tushib qolish holatlari bilan kelishadi. Albatta, bunda shifokorga murojaat qilishlarini tavsiya qilamiz. Rahmat doktor. Salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, sizlarga va'da qilingan fibroskan apparati bilan tanishtirdim. Manzili Andijon davlat tibbiyot instituti yangi o'quv binosida. Kelib o'z sog'lig'ingizni bemalol tekshirtirishingiz mumkin. Endi yana va'da qilaman, ushbu video 200 mingta prosmotr bo'lsa, meni kuzatayotgan obunachilarni ikkitasiga 50 ming so'mdan yo nomerga panet qilib beraman yoki plastikaga tashab beraman. Uni shartlari oddiy: like bosasiz, kommentariya qoldirasiz, ushbu videoni repost qilasiz. Xohlasangiz birorta do'stingizga jo'nating. Salomat bo'ling.